Assalomu alaykum, qadrli biz kuzatuvchilar. Ko'pchilik so'ragan 7 ochko'lik TX motoblogindagi yangi partiyasi kirib keldi. U holda 7 ochko'lik TX motoblogimizda ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Qani endi videomizni boshladik. 7 ochko'lik TX motoblogimiz yoqilg'i turlari, benzin baklari 3 litrli yurishlari zavodni yag'ni tortga yurib ketadi, statorda emas. Reduktorlar juda ham kattakon qilib ishlangan. Undan tashqari yana unda moydachilar ham bor. Moydachi sizni yog'ingizni me'yorida hisoblab turib beradi. Frezalar kalit qilingan frezalardan biri bo'ladi. 4 qatordan 8 qator. Har biri bo'linadigan bemalol chop qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Xo'p, endi TX motoblogimizni yana ma'lumot berib ketamiz. TX motoblogimizni rullari bemalol uzun qilib ishlangan, bemalol aravada yuk tortsangiz ham bemalol bo'ladi, yeta olasiz qo'lingiz. Xo'p, oldiga ikkita skor, orqaga bitta skor bilan jihozlangan. Xo'p, endi buni ham ma'lumotdan aytadigan bo'lsak, 4 qatorli frezasi, TX motoblogi va dokument kulishlari bilan 1 yil garantiyasi bor ekan. Undan tashqari bizda 7 yoshli motobloglar uchun temir balon, urug' va dori solingan selkalar o'tirish uchun nasatkalardan ham bor ekan. Xo'p, do'stlar, kimga shu video manfaatli va foydali bitta like tugmasi kanalga omad deb yozib qolinglar. Do'konimizda kelganlar cheklanmagan miqdordagi motoblog xarid qilib olasiz va do'konchilik baramizda aylantirasiz. Xo'p, manzil so'ragan ekan, shu manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'kon. 30 km birinchi qo'l baza agroservis do'kon. Kelasiz, bitta motoblog xarid qilib olasiz va do'konchilik baramizda aylanasiz. Ko'ryapsizlar, 7 ochko'lik TX motoblog. Bizdan tashqari qolgan har xil motobloglarimizda ham bor ekan. Balonli gusinica, 1 sepli gusinica va hattoki 2 sepli gusinica partalarimizni ham olib kelganmiz ekan. Spes jatkalarimiz bor, rotornik kasilkalar, oddiy jatkalar va mini kultivatsiya apparatlari, paxta chop qilish uchun apparatlarimiz ham bor ekan. Kirib kelayotganingizda 17 ochko'lik, 15 ochko'lik har xil motoblogdan bor ekan. Kelasiz, bitta motoblog xarid qilib olasiz, do'konchilik to'g'ri bara aylanadi. Barabanda o'ngga chapga farqi xohli tarafga aylantirasiz, bir marta aylantirish imkoniyati bo'ladi. Shu yerda baraban bitta aylantirasiz, nima sizga mutlaqo tekinga berib yuboriladi. Bargarga, shurpoy, drill, har xil va kulish navolari ham bor ekan. 5 ming so'mdan boshlab 350 ming so'm sovg'agacha bor ekan. Kimga shu turdagi motobloglar kerak va qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib, bemalol orqaga chiqishingiz mumkin. Manzilni aytib o'tganda, Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'kon. 30 km birinchi qo'l baza agroservis do'koni. Bundan keyingi qiziq videolar o'tkazib